Shunchalik ham tasodif bo'lishi mumkinmi? Tog' bilan emas, odam bilan uchrashadi degan gap to'g'ri ekan. Zamira bilan o'zingiz bir gaplashing. Qattiqroq urishing uni. Juda ham o'zgarib qoldingiz. Endi men senga ishonaman, go'zalim. Sen aldamaysan-ku meni, to'g'rimi? Siz kimnidir sevib qolgansiz. Menga rostini ayting. Tezda doktorga olib borish kerak buni. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Alo. Alo. Eshitaman. Asal qani? Men bilan gaplashaver. Nimani gaplashaman sen bilan? Xotining kelsinda qo'l qo'yib bersin. Tushunyapsanmi? Keyin boshqa bezovta qilmayman. Qo'l qo'ymaydi. Niye? Nimaga qo'ymas ekan? Qo'ymaydi dedim, qo'ymaydi. Men aytdim shunaqa deb. O'zlaringdan ketmaysizlarmi? Bo'lmasa menga 50 ming berlaring. Ha, xullas, senga pulam yo'q, uyam yo'q. Tushundingmi? Nima? Qanaqa tushunding? Tushunmadim. Keyin meni xotinimni umuman bezovta qilma, foydasi yo'q. Men sen bilan emas, xotining bilan gaplashmoqchiman. Chaqir o'sha iflosni. Alo. Xullas uning tushunmaydi. Maydalashmaginam. Cho'rniga tiqib qo'y. Cho'rniga tiqib qo'yganman, lekin boshqa nomerdan qilyapti bu menga. 50 ta nomerdan qilsa ham cho'rniga tiqib qo'y. Xo'p. Tushundingmi? Eshitdingmi ovozini? Hammasini cho'rniga tiqib qo'y. Xo'p. Javob ham berma. Bo'pti, asabiylashmang. Asabiyni ham buzma. Xo'p. Achichuq qilaman men unda. Bo'ldi. Ali aka! Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Haligi men ham yonimni yo'qotib qo'ydim. Topolmayapman. Hech qisi yo'q. Eslolmayapman, qayerda unutib qoldirdim. Ketdik, mashina pastda. Yur qizim. Yuringlar. Ali aka, siz bilan aylanish menga yoqadi. Uning ichida hamma pullarim bor edi.